Birinchi o'rinda shaxs kim? Shaxsga kimlar kiradi? Mana shu savolga javob topa oladigan bo'lsak, yuridik va jismoniy shaxsni bir-biridan ajratishimiz osonlashadi. Xo'p, shaxs deganda kimlarni tushunishimiz kerak? Jamiki insonlar borki, yer yuzida tirik bo'lgan, yashab turgan inson mavjudotini hammasi shaxs bo'ladi. Afrikalik ham, Yevropalik ham, Amerikalik ham, O'zbekistonlik ham, Rossiyalik, Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, yevriy, musulmon, nasoro, xristian bularning hammasi shaxs deyiladi. Endi bizlar huquqda biz shaxslarni kim va nima degan so'roq asosida ikkiga bo'lib olamiz. Kim degan so'roqqa insonlarni o'tkazamiz, jismoniy shaxs deb nima degan javob kelsa yuridik shaxslar, ya'ni tashkilotlarda o'tkazamiz. Endi jismoniy shaxsga kimlar kiradi? Mana shu shaxs deb sanab o'tdim. O'shani ichiga kimlar kirsa, hamma jismoniy shaxs orasiga kiradi. Mansabidan qat'iy nazar prokuror, sudya, prezident, oddiy fuqaro, cho'pon, kambag'al, qo'y boquvchi, mol boquvchi, dallol, sotuvchi, do'konchi bularning hammasi tirik insonlar hammasi jismoniy shaxslarning orasiga kiradi. Qanaqa odam bo'lishidan qat'iy nazar, ijtimoiy mavqeidan, holatidan qat'iy nazar bularning hammasi jismoniy shaxs deyiladi. Endi jismoniy shaxs degan so'z qaydan kelib qoldi? Jismoniy shaxs degan so'z biz insonlarga, ya'ni shaxslarga, shaxslar huquqni subyekt hisoblanadi. Insonlar huquqni subyekti. Mana shu huquq subyektlariga huquqiy maqom, huquqiy status berish ma'nosida bizda huquqda ikkita shaxs bo'lganligi uchun birini jismoniy shaxs deb atadik, birini yuridik shaxs deb atadik. Ya'ni jismoniy shaxslar huquqlarga va majburiyatlarga ega bo'lgan insonlarning hammasi jismoniy shaxs hisoblanar ekan. Yuridik shaxs bilan jismoniy shaxsni yanada oson qilib bitta farq bilan tushuntiraman keyingi videoda.